Hello YouTuber do'stlar. Bugungi videomizda mani Telegram kanallarim va gruppalarimni ko'rib chiqamiz. Obzorini ko'rib chiqamiz. Davay ketdik. Xullas, birinchisi bizada asosiy kanalim. Bu yerda sizlar ma'lumotlarni topsangiz bo'ladi. Mana har bitta YouTube'ga joylagan modemni shu yoqqa tashlab qo'yaman. Bu yerdan sizlar mana xullas bu yerda sizlar men asosiy kanalim xullas bu yerda ma'lumotlar mana har bitta tashlagan videomni shu yoqqa tashlab qo'yaman. YouTube'dan ko'rmayotgan bo'lsanglar ko'rasizlar. Xullas, mana bunaqa nimalar ham qilganman. Savol javoblar bor. Xullas, cho'g'inglar yo'q. Endi bo'lsa men Telegram kanalimni ko'rsatdim. Asosiysini endi bo'lsa Telegram gruppaga o'tamiz. Telegram kanalimga asosiy Telegram kanalimga tashalgan modlar o'zidan o'zi shu yoqqa tashlanib qoladi. Pastga tushmayman, chunki bu yerda ukamning yuzi bor. Ukamning yuzini hozir men sizlarga xiralashtirgan holatda ko'rsataman. Va bu mana ukamning yuzini nimaga xiralashtirdim desanglar, buni sababi ham bor, chunki Telegram kanalimga a'zo bo'lsanglar, shu yerdan topsanglar bo'ladi. Xullas, obzorga o'tamiz. Xullas, asosiy Telegram kanalimga tashlangan hamma narsalar o'zidan o'zi shu yoqqa tashlanib qolaveradi. Xullas, bu yerdan video chatlar qilamiz mana bitta obunachim bilan. Men lichkamni ham tashlab qo'yishga ulguribman do'stlar. Lichkamni ham tashlaganman. Va video chatlar gaplashganmiz obunachilarim bilan. Va sizlar ham qo'shilsanglar, agar video chat qilsanglar, video chatga albatta kirishga harakat qilaman, agar qilganinglarni ko'rib qolsam. Xullas, bu Telegram gruppam edi. Mazza qilib gaplashsanglar bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Do'stlar, bu mana mod kanalim. Bu yerda bemalol o'zingizlarga mod topsanglar bo'ladi. Misol uchun mana loydan bitta narsalar olasiz. Mashina va mashina sotuvchisi qo'sha olasiz. Siz endi har xil zombilar uchrashingiz mumkin. Agar shunga tushunmay bu o'zi zombi apokalips xato yozib qo'yibman, uzr asira, siz chanqoq qo'sha olasiz. Ya'ni qorninglar och bo'lsa yugura olmaysizlar va keyin qorninglar qolmagandan keyin anaqa go'shtlar qolmagandan keyin xullas sizlar o'lishni boshlaysizlar. Bu endi xuddi shu narsa suv bilan. Va endi bu Ferrari modi, bu Lamborghini modi, bu havo adashib ketibman, o'qimadim. Nima bu? Samolyotlar modi. Bu vaqt to'xtatadigan, vaqt to'xtatoladigan mod. Bu nima modi? One block modi. Bu mod yangi blogerlar qo'sha olasiz. Xullas, juda ko'p modlar bor do'stlar. Agar sizlar bir modga tushunmagan bo'lsanglar, bitta modga tushunmagan bo'lsanglar va qanaqa mod tashlashimni xohlasanglar, mani Telegram mod gruppamga o'tasizlar. Mana o'sha mani Telegram mod gruppam. Mana xullas bu yerda Telegram mod kanalimni tashalgan narsalar shu yoqqa tashlanadi. Xullas, bu yerdan sizlar bemalol qanaqa mod tashlashimni so'rasanglar bo'ladi. Aytsanglar bo'ladi va o'sha mod topib tashlashga harakat qilaman va tashlagan modim bittasiga tushunmay qolsanglar, o'shani so'rasanglar, men sizlarga tushuntirib beraman. Lekin adashmanglar. Bu mod gruppada men tushunmagan narsalarni yaxshilab tushuntirib yozaman. Va qanaqa mod tashlashligim kerakligini. Va keyin mod gruppamda bu mod gruppam o'zi. Asosiy gruppamda
nima qilaman? Asosiy gruppamda bemalol gaplashsanglar bo'ladi. U yoqda obunachilarim, xullas qo'shilsanglar, o'zinglarga do'st orttira olsanglar bo'ladi. Xullas shunaqadek, короче. Men bilan video chat qilsanglar bo'ladi. Kirishga harakat qilaman, lekin va'da bera olmayman. Xullas ularni obzorini ko'rib chiqdik. Endi bu safar sizlarga qanday qilishni o'rgataman. Qanday qilib bu yoqqa o'tishni o'rgataman. Buning uchun sizlar mana shu yerda turgan obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Bugun Poja Launcherda qotmaydigan qilishni, ya'ni FPS'larni ko'p qilishni o'rganamiz. Va mana bu tugmaga bosasizlar, qo'yishinglar kerak. Nimaga kelding, chort? Bosasizlar. Mana bola kelib qoldi. Bola gapir. Assalomu alaykum. Men sizlarni tog'aylaman. Like bosib qo'yinglar. Sani yuzingni ko'rsatamiz уже. Faqat xaralashtirib qo'shilgan odam. Qani, meni yuzim qani? Telegram kanalda. Xullas obuna tugmasini va like tugmasini Jon MC bosasizlar, jim turi. Bugun Poja Launcherda bugungi videomizda men bu obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. O'zim kanalim uchun, o'zim kanalligim uchun obuna tugmasini bosa olmayman. Yo'q, men bu like tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Agar sizlar Play Marketdan Poja Launcherni topa olmayotgan bo'lsanglar, vaqtinchalik olib tashlangan va yangilanyapti. Shuning uchun topa olmaysizlar Poja Launcherni Play Market. Описаниеga bosa olmaysizlar. Google'dan agar qidirsangiz, xullas shu yoqdan sizlar nima qilsanglar bo'ladi. Shu yoqdan Telegram kanallarimga, gruppalarimga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Xullas videoni shu joyda stop qilaman va sizlarga qanday qilishni o'rgatdim, kirishni va obzorni Telegram gruppa kanallarimni. Xullas hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Jon va hammaga xayr.